4-25 va 26 noyabr kunlari Sirdaryo viloyati qo'riqlash boshqarmasida ijroviy jihatdan tegishli bo'lmagan harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limlaridagi bo'sh lavozimlarni jamlash maqsadida tanlov o'tkaziladi. Tanlov quyidagi bosqichlardan iborat. Soat 8:00 dan 12:00 ga qadar Sirdaryo viloyati qo'riqlash boshqarmasi ma'muriy binosida dastlabki o'rganish, nomzodlarni ro'yxatga olish va shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni o'rganish, nomzodlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish, 086 shakldagi tibbiy ma'lumotnomasini qabul qilish va bo'y ko'rsatkichlarini qayd etish, jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash, yakka tartibda suhbat, nomzodlarga qo'yilgan talablar 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, bo'y ko'rsatkich bo'yicha erkak nomzodlarning bo'yi 178 cm dan past bo'lmasligi. Tanlovda ishtirok etishni xohlovchi nomzodlar ro'yxatdan o'tish vaqtida o'zlarining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni, fuqarolik pasporti yoki ID karta, ro'yxatga olinganlik to'g'risida ma'lumotnomasi bilan va harbiy guvohnoma, diplom yoki o'rta maktabni tugatganlik to'g'risidagi shahodatnomasini va hududiy poliklinikadan berilgan 086 shakldagi tibbiy ma'lumotnomani olib kelishi talab etiladi. Manzil Sirdaryo viloyati Guliston shahri birlashgan ko'chasi 47-uy, mo'ljal Guliston shahar ichki ishlar boshqarmasi yonida.